İnsaniyetinin hayatı peydinpey kitapta menzil tapdı. Kabiller, adamlar, devletler, imperiyalar yok bulup gitti. Kitaplar bulsa mengü kalıverdi. Bu senin kimligin. Kitap sizge gurur, ruh, vicdan, milli nomusunuzu uyg'otudu. Kelechekka umid beg'ishlaydi ve sizning qandaq millatning avlodi ekanligingizni tushuntirdi. Ataqliq olim bütün 30 yillik hayotini mushu tarixga beg'ishlagan Nabijon Tursunning Uyg'ur umumiy tarixi 9 tomining 3-qismi Mir nashriyatidan besilib chiqdi. Hurmatli o'qirman, hurmatli xalqim, sizning kim bo'lishingizdan qat'iy nazar her bir Uyg'urning uyning to'rida mushu kitaplar turishi kerak. Chunki o kitap qandaq millatning avlodi ekanligingizni esga soladi. Tarix o'zini shuhrat bilan bezguchilarni hamon tilga oladi. Bizning tarixni bilishing shart, aziz qarindishim. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq Sharqiy Turkistonlik, Uyg'uristonlik aziz muhtaram qarindoshlar, aziz vatandoshlar, o'tkazayotgan ushbu kuninglar muborak bo'lsin. Sizlarga Avstraliyada istiqomat qilayotgan Kamina Ahmad Egambardidan yalqinliq salom, oliy ehtirom. Aqlliq danışman xalqimizda bir gap bor. Burun chiqqan quloqdan keyin chiqqan mingus a'lo deydi bizning ota-bobolarimiz. Bizning ataqliq tarixchimiz Doktor Profesör Nabijon Tursun o'zining 40 yilga yaqin qimmatli umrini sarf qilib, Japalik emgek, çoğunluklar izlenişler arkalık, köp xil tillik menbelerge, tarihi faktlara asaslanıp, burun ötken pişqedem, tarihçilerinin kılışqa ülgürenmegen boşluklarını doldurup, fakit ilmi asaslarga tayangan halda 13 tomluk Uygur umumi tarihi degen bizden uzun esirlik Uygur tarihideki uluk bir abidini tikledi. Bu münasebet bilen ben öz namimden bizden ataqliq tarihşünas Profesör Doktor Alimimiz Nabijon Tursun'u 60 yaşlık tevellüdü bilen çin konumundan tebrikleymen. Hem şuna bilen özüge salametlik, bütün ailesine hatırcamlik, hizmetlerine yanıma zor muvaffakiyetler tileymen. Esselamu aleyküm, Ahmet Egambardi. Esselamu aleyküm. Hürmetlik Nabijon Tursun efendim, sizni 60 yaşlık tevellüdünüz bilen tebrikleyimiz. Özemden ve ailem namıdın. Kadımınız toktap kalmışsın, harmıgaysiz, sizge köp rahmet milletke sungan emgiginiz bilen. Bundan keyingi hizmetleriniz teğin muftukluk olsun, turmuşunuz hoşal kuram, aileniz baxtlik olsun. Rahmet. Tebrikname, hürmetlik ve kabiliyetlik tarihşünasımız ve kalemi ötkür yazgıcımız Doktor Nabijon Tursun efendim. Sizin ve yoldaşınızın yani Muhabbet Hanım bilen kadinas dostlarınızın 60 yaşlık tevellüdünüz münasebeti bilen icadi hayatınızı bağışlangan Amerika'daki tebrikleş faaliyetiga katılış verişim hakkındaki teklifinizni tavşırıp elip intayın kuşal oldum. Sizdek müşakkatlik musafalarını besip ötüp, büyük fedakarlık gösterip, Uygur tarihinin muhim terkibi bolgan Şərif Türkistan Cumhuriyeti umumi tarihi qatarlı kıymetli bir tarihi eserini xalqimizga taqdim qilgan munavvar tarixshunos bir olim uchun qancha ko'p xotirlash va taqdirlash
yig'inlarini o'tkazsak yanada ozlik qiladi deb o'ylayman. Tabriklash faoliyatiga ishtirok qilgan barliq qarindoshlarimga samimiy, yalqinliq salomimni yo'llash bilan hurmat, ehtiromlarimni bildiraman. Hurmatli tarixshunosimiz Doktor Nabijon Tursun efendim, siz Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakati rahbarlaridan biri, inqilobiy tarixshunosimiz, ataqlıq shoirimiz marhum Mehmet Emin Buğra efendim, ataqlıq yozuvchi shoirimiz ve tarixshunosimiz marhum Turg'un Almas efendilerinin Sharqiy Turkiston ve Uyg'ur tarixi tadqiqot yo'lidagi jangovar musofasini davomlashtirib, onunga yenicha ilmiy metod ve yenicha mazmun temalarni baxsh qilib, Uyg'ur umumiy tarixi ve onun tarkibi qismi bo'lgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti umumiy tarixi qatorliq bir qancha tomliq tarixiy g'azinani xalqimizga taqdim qildingiz. Sizning Uyg'ur umumiy tarixi kitobingiz Uyg'urlarning öylerde mühim kitaplar o'rnida qimmatli kitaplarga aylanib ketdi. Sizning 30 yillik bir mushaqqatli ilmiy tadqiqot bilan yaratgan bu parlaq mol to'hfangizni xalqimiz hech bir zaman unutmaydi. Sizga yana bir qitim sağlam, uzun ömür ve ilmi edebi faaliyetleringizga teximiz zor, yeni muvaffaqiyatlar tilayman. Allah razı olsun. Selamet bulun. Hürmet bilen Profesör Doktor Sultan Mahmud Kaşgari 2023 yılı 2. ayının 28. günü İstanbul, Türkiye. Assalamu alaikum. Aziz septişim Doktor Nabijon Tursun, sizni 60 yıllık yaş gününüz bilen kızgın tebrikleymen. Şunun bilen birge Doktor Nabijon Tursun efendimnin 60 yıllık doğulgan günü münasebeti bilen onun ilmi ve ictimai hayatıga bağışlangan bu güzel bir murasimni tertip kılgan hanimi başlayıp aile dostları, saptaşları ve Amerika'daki bütün vatandaşlara çoğunqur salimimni, hürmetimni bildirimen. Aslında bu güzel bir günde sizler bilen birge buluşunu köp arzu kılgan idim. Bu gün münasebeti bilen yollagan teklifnameni ağanda beriş üçün şunçalik tirişip baktım ama müddetten burun Avrupa'da belgilep koygan, orunlaştırıp koygan programlarını bir taraf kılanmaganlığımız için bugün bu güzel bu günde sizlerle birge bulanmadım, bu hasretli kaldım. Ben bugün bu murasimni teşkilleyen bütün şu yerdeki sarxillarımızga, dostlarımızga çoğunqur yeni bir katımlık rahmetimni bildirmen. Çünkü bir başlangıç kıldınlar. Bizde davamlı sarxillarımız bolsun, cemaat erbaplarımız bolsun, alimlerimiz bolsun veya ki siyasetçilerimiz bolsun bu dünyadan ebedi köçüp ketkendiğin kin ictimai, siyasi ve ilmi hayatıga baha berdigan, onu kadirleydigan, onun hakkında dastanlar yazıdigan bir adet var. Hayat vaktida kadir kıymetlerini ançı bölüp ketmeyimiz, onunla hürmetlerimizni vaktida bildirip ketemeyimiz. Emeliyatte insan muşu dünyada, hayat vaktida şu faaliyetlerini kıvatqa vaktin üzde onun boğan hürmetini bildiriş, kollaşlarını ifade kiliş, akıstı boğallığını, yendi boğallığını ifadeleş, o insanga texim köp medet berdi, cesaret berdi, ümit berdi, texim köp işlerini vücuduk çıkarışka sebep buludu. Şununla bu kıtım Amerika'da sarxillarının yığılıp, dostlarının yığılıp, Nabijon Tursun efendimden hürmet için bu güzel bir murasimni teşkil kıllığı naiti takdirki şayan, kadirleşki teyişlik, yaxşı bir başlangıç bu münasebetle bunu orunlaştırgan bütün dostlarga, vatandaşlarga rahmet etişini bir mecburiyet dep bilemen. Nabijon Tursun efendim bilen menin şahsi münasebetimge kelsek, men Nabijon efendim bilen uzun yıllık bir saptaşlık, tunuşluk, dostluk bir münasebetimiz var. Ben bu murasimning teklifini algan deyinkin Nabijon bilen boğan tunuşkan vaqtlarimni kallamdan bir qor eslep öttüm. Ben 1980 yıllarda Şinjan'da şu okuvatqa vaqtimda mektepten 88 eğitilgen ve en ahirki yıllarımda Nabijon Tursun Şinjan Üniversitesi'ga muallim bolup kelgen. Biz Hacıyak Ustaz Hacıyak efendimning işxonasida tunji qatim ko'rishgan. Keyin 90 yillarning başlarida men chet elga mengishning oldida yana bir qatim Hacıyak efendim bilen ustozimiz bilen birga Nabijon Tursun efendi bilen birga suhbatlashish fursatlarimiz bo'lgan. Keyin Nabijon
Moskvaga o'qishga ketdi. U vaqtlarda hozirgidek internet aloqa usullari yaxshi bo'lmag'achqa aloqamiz uzun muddat uzilib qoldi. Uning ustiga u vaqtlarda Moskvada o'qigan, Amerika Washingtonda o'qigan, chet elda o'qigan degan gaplar nihoyatda haybatli cho'ng gaplar. U vaqtlarda jasorat qilib aloqa qilishqimi jasorat qilolmaydi hamda. Natija e'tibori bilan Nebijan Tursun o'qishini tugatib, Amerikaga kelib, Erkin Osiyo radio stansiyasining bugungi taraqqiyoti, bugungi olib kelishcha g'oyat zo'r to'plarni qo'shgan bir muharrir bo'lib xalqimiz bilan qayta yuz ko'rishgan bo'ldi. Nebijan Tursun efendimning ilmiy amaliga baho beradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, Nebijan Tursun haqiqatan 21-asrda Uyg'ur xalqi uchun nihoyat zo'r bir ma'naviy boylik qoldirgan bir olim deyish mumkin. Aslida Nebijan Tursunning yozgan 14 tomlik asari bugun xalqimiz bilan hammasi emas bir qismi yuz ko'rishdi va davomli yuz ko'rish oldida turibdi. Bundaq bir ilmiy asarni bir universitet va yoki universitetning tarkibidagi bir institut, bir guruh ilm adamlari necha yillab o'ltirib yozadigan bir tadqiqot amgigi bu. Ammo bizning mustaqil davlatimiz bo'lmaganligi uchun bundaq shaklda bir mustaqil tadqiqot markazlarini qurish orqali, imkoniyatlarni yaratib berish orqali bundaq bir asarning, bundaq bir ilmiy amgakning natija chiqishiga imkoniyatimiz bo'lmadi. Ammo Alloh bergan bir talant bilan, bu qobiliyat bilan 20 necha yil, 30 yildan buyon ep bo'lgan tadqiqotlari, to'plagan materiallari natijasida Nebijan efendim oxir Uyg'ur xalqi uchun bu katta bir omonatni, Uyg'ur xalqi uchun katta bir ma'naviy boylikni bizlarga taqdim qila oldi. Buning uchun biz Nebijan Tursun efendimga butun Uyg'ur xalqi chuqur shukronlarimizni bildirishimiz kerak. G'ayratlari uchun Aprin o'qishimiz kerak. Men dunyoning nurg'un yerlarida nutqlar so'zlayman, yig'inlar qatnashimiz, bir qatimliq konferensga 10 minut so'zlaydigan bir konferensga 2-3 betlik bir material to'plash, tayyorlash uchun en azından yarım kun yoki soatlab vaqtimiz ketadi. Ya'ni 14 tomliq, necha 10 ming, 100 ming sahifalik bir asarni, uningizga bir ilmiy bir asar. Bu hikoya yoki roman emas. Her bir quri tadqiqot bilan yo'g'rilgan, hujjatlar, faktlarga asoslangan shaklda tayyorlangan bir ilmiy amgak. Mushni o'z beshiga vujud chiqarilishi az ecrinin va yoki azroq bir talantning bilan bo'ladigan ish emas. Shuning bu yerda Nebijan Tursunga ben hayron qilinglik qaysi vaqtlarda buni qildi deb, chunki Nebijan Tursun 8 soat, 10 soat, 12 soat o'ltirib maxsus bu ishni qilmadi. Radiodagi o'zining 8 soatlik xizmatidan keyin kechalari uxlamay, nurg'un insonlarimiz shanba-yakshanbalar dam olishda, bolalar bilan, oilasi bilan bog'chalarda, sayohatlarda, dam olishlarda, ko'ngil tutishlarda bo'lgan fursatlarda mukchib o'ltirib, qalam bilan mushu tarlarni to'kishga jur'at qila oldi, jasorat qila oldi, shu qurbonlikni beradi. Bizlar uxlagan vaqtlarimizda bu odam uxlamay turib, mushu asar uchun ishladi. Shunda bo'lgan vaqtimizda mushundaq bir katta asar, mushundaq katta bir tadqiqot natijasi o'ziga chiqadi. Shuningga men Nebijan Tursun efendimning 60 yillik kuniga bag'ishlangan bu marosimga tartib qilgan butun do'stlarga nihoyat ahamiyatli bir ishni vujudga chiqarganlar uchun sizlarga Allohga rahmat aytaman. Bu bir boshlang'ich bo'lg'isi. Dunyoning har qaysi joylarida peshqadam ustozlarimiz bor. Nebijanga o'xshaydigan qimmatli do'stlarimiz, sabdoshlarimiz, ilm odamlarimiz, olimlarimiz, siyosatchilarimiz, tarixchilarimiz bor. Mushlarning hammasining hurmatini hayot vaqtida qilayli. Bu hayot vaqtida qilgan bu hurmat u insonni texmi jasoratlantirdi. Xalqimizga, millatimizga texmi ko'p asarlar yaratishga turtki bo'ldi. Hammanglarga yana bir qatim rahmat va hurmatlarimizni bildiraman. Tekrar muborak bo'lsin. Hürmetli dostum Dr. Nebijan Tursun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugungi bu qutlug' kuningizda siz va sizning eng yaqin do'stlaringiz bilan birga darqamda turib sizni tabriklashni to'liq xohlaydim. Afsus, xizmat safari sababidan bugünkidek bir ahamiyatli kunda yaningizda bo'lolmay qoldim. Kechirasiz. Ko'pincha insonlar uchun har bir tug'ilgan kuni yangi bir hayot sahifasining ochilgan kuni hisoblanishi mumkin. Men do'stim Nebijanning bugungi qutlug' kunini uning hayotidagi eng shonliq va ahamiyatli bir tug'ilgan kuni deb hisoblayman. Chunki uning bugun qadar qozongan natijasi yolg'iz uning o'zi uchun emas, balki butkul Uyg'ur xalqi uchun natija qozongan bir hayot hisoblanadi. Ya'ni Nebijan bugun va kelgusi uchun Uyg'ur tarixini qalamga ilib, uni muhrlab Uyg'ur xalqiga sundi. Men shunday ayta olamanki,
Nebijan tarafidan qalamga ilingan 12 tomliq Uyg'ur tarixi nomli tarixiy asari abadidan abad Uyg'urlar bilan birga yashaydi. Yalğız Nebijan mening hurmatimga erishgan bir inson bo'lmasdan marhum dadam Abdukim tarafidan alayda izzetlengen, hürmetlengen bir insan. Marhum dadamning eng oxirgi Amerika safarida Nebijandan ko'p qitim ko'rishgan va ahamiyatli suhbatlarda bo'lgan. Marhum dadam vatanni bilish va o'rganish mumkinchilik bo'lmagan bilimlarni Nebijandan anglagan va Nebijan ta'minlagan kitoblardan o'rganish fursatiga erishgani uchun ko'p so'yingan va o'zining ma'naviy oziq erishganligini menga qancha qitim aytgan edi. Oxirida yana bir qitim tug'an kuningizga qizg'in tabriklayman do'stim Nebijan. Siz va oilangizning xotirjamlik ve xo'shallik, salomatlik ichida yashashini arzu qilaman va shunga tilakdoshman. Qalamingiz to'xtovsiz tavrinib tursin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum qarindoshlar. Nebijan haqida aqasinglarga ikki ig'iz gap qilgim kelyotdi. Aniq bo'g'ini mening qadinas enim Nebijan Tursun o'g'li Muborak 60 yoshga to'lib o'tibdi. Onun hakkında ikki ig'iz gap qilishni o'zimga burish hisobladim. Biz bu vatan davası yolida meni tushirdik, qo'limizdan kelgancha bir ishlarni tushirdik. Dava yolida Tokyo'ga bordik, Washingtonga bordik, boshqa yerlarga bordik. Bu vaqtda biz quruq qo'l edik. Qo'limizda ancha cho'ng hujjatimiz yo'qdi. Men hozir uning 30 yil mekshiyib o'tirib yozgan nimasining birini 7. tomunu Uyghur halkının umumiy tarixini yazıp çıktı. Şunun 7. tomunu okup çıkıp ben bu balık hakkında ikki kız gap qilmay chidamas alıp ketib qoldim. Mush kerindoshlar eliga boshpana elib chiqqan 62 yildan beri 60 yil vaqt o'tib ketdi. Xitoylar yozib bergan Uyg'ur tarixini, Ruslar yozib bergan Uyg'ur tarixini va boshqa Tatar millatlaridan olimlar yozib bergan Uyg'urga oid tarixlarni o'qib cho'ng bo'ldi. Men birinchi qitim o'zimizning tarixchisini, o'zimizning tarixini yozganligining shohidi bo'lganman. Nihoyat xursandman. Shundoq boyligimizni chiqarib bizning qo'limizga tutqizib qo'ydi. O'qib chiqib, endi uning Nebijan haqida bu bir tomi, bunda 13 tom bu tarix. 13 tomni yezib chiqishning o'zi jimni bilan quduq qazishdan ig'ir ish. Shundoq narsaga chidiga o'g'il bolaga ikki ig'iz rahmat etmasa bo'lmas erindoshlar. Men shu vaji tufayli o'zimni shu enimga qarzdor his qilib, shu bolaning himmati uchun hech qanday degim keladi. Hürmetlik Nebijan enim, bütün hayatınızı Uygur halkının tarihini tanıştırışka bağışlayan acayip alim, Uygur ilim paniga nurgun haslerini koşkan sahavetlik insan, Uygur halkının maqtanışı, tarih penlerinin doktori, inimiz Nebijan Tursun 60 yaşka toluş münasebeti bilen çin ko'nglimdan tebrikleymen. Her qandaq bir millet özünün milli qahramanları, alim yazgıçıları, sport ve başka sahalarda işlevatkan qahramanları arqılıq dünya sahnesiga o'rin alıdı. Bu tarihi fakt. Uyghur tarixini bilmeyen adam Uyg'urning qanliq tarixini bilmeydi. Öz tarixini bilmeyen milletinin kelgusini qayerdan bilsin. Bu tarix mu hozirgi zamanda Uyghur xalqimizga havada gerek. Muşu boşlukni siz uzun yıl emniniz arkalık toldadınız. Sizge üzemnin namımdın ve Koziyevla ailesinden ten salametlik, uzak ömür, bəxt saadet ve amet yar bulsun dep Allah'tan sorayım. Nebijan Tursun elim, yani bir qitim 60 yaşlık toyunuz mübarek bulsun dep hürmet bilen Qozog'iston Cumhuriyetining tijoratchilar ishlab chiqarish va yeziglik xodimlar assotsiatsiyasining prezidenti Dilmurod Ko'ziyev. Assalomu alaykum hurmatli
Nebijan Tursun inim, biz sizin 60 yaşlık baharınızı çin ko'nglimizdan tebriklaymiz. Sizin tuğan gününü tebriklemek için bana şair ve jurnalist Muzaffarxon Qurban, siyasi fanlarning magistri Abdurahim Hafizda oturdu. Bizim ittifaqning raisi ma'lum sabablarni komandir ketib qilib qatnasholmay qoldi. Hurmatli Nebijan Tursun inim, biz sizni uzundan bir yaxshi bilamiz. Siz Uyg'urlar ichidan chiqqan haqiqiy tarixchi olim deb taniymiz sizni. Siz uzun yil, yani 30 yil ter to'kib Uyg'urlarning umumiy tarix kitobini yozib chiqdingiz. Bu kitobingiz xalq ichida cho'ng hurmat sazovor bo'ldi. Biz ash kitobingizni yana bir qatim tabriklaymiz. Ham Nebijan Tursun, bugun sizning 60 yoshlik tavalludingizni yana bir qatim chin ko'ngildan tabriklaymiz. Sizga tan salomatlik, uzun umr, oilangiz baxt saodatlarni ve bunun keyingi ilm ishingizda cho'ng muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat sizga. Sizni 60 yoshlik nishoningiz bilan biz yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Samimiy tabriklaymiz. Değerli Nabijan, biz eşimle beraber sana Moskova'dan selam iletiyoruz. 60. yaş günün kutlu olsun. Biz büyük samimiyetle ve en derin duygularla Moskova'da kaldığın süresini hatırlıyoruz ve sana en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca muhabbat senin sevdiğin eşine ve çocuklarına çok büyük selamları iletiyoruz. 60. yaş günün kutlu olsun. Tarixshunos, olim, doktor Nebijan Tursun inimizning 60 yoshlik tavalludini tabriklash uchun mana mushu video rolikni sizlarning huzuringizga yo'llab turmiz. Marhamat, mana hozir biz so'zni Kommunar aka Tayirovga beramiz. Endi men Nebijan Tursun to'g'risida bir shikag'iz o'zimniki bilganimni aytmoqchiman. Men Nebijan Tursunniki bugungi nimasida o'sha o'ziniki yozayotgan Uyg'ur umumiy tarixini yozibdi. 14-15 tomliq. Onunki bugungi kunda Kiril yezig'ida Olmutadan chiqqan Sharqiy Turkiston milliy inqilobiniki 1994 44-yildan 49-yilgacha milliy Uyg'ur nimasining qurilganiga to'g'risida nihoyatda yaxshi mukammal yozilgan kitobini men dastlabki qatim birinchi tomini, shu 7-tom, 8-tom Sharqiy Turkistonniki to'g'risida yozgan kitobini o'qib chiqdim. Shaxsan men uni o'qib chiqqan vaqtda nihoyatda xushal bo'ldim. Chunki bu kitobni yozish, mashinchilik darajada yozib chiqish o'zi oson emas. Mana haqiqiy bugungi dunyoga kelgan tarix, Uyg'urlarning tarixini yozibdi. Men shunchalik xushal bo'ldim o'qib chiqib. Nebijan Tursunniki bugungi kunda 60 yoshga kirgan bo'lsa, shu 60 yoshligida 60 yoshga kirgan yeshi bilan uy ishchi ayollarni, qizlarni, o'g'illarga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. O'ziga uzoq umr tilayman. Bundan keyin tarixni texmi yaxshi yozadi degan umiddaman. Shuning uchun o'sha qisqacha o'zimning bilganimni sizlarga so'zlab berdim. Rahmat sizlarga. Sizlarning huzuringizga Yasinjon Iminov akamizning qizi Saniyam Hada Asimovani so'zga taklif qildim. Marhamat, Saniyam Hada, sizning samimiy tabriklaringizni qabul qilgaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzaq yaqindagi qarindoshlar. Ufkimiz Nebijan Tursunning tavallud kunini anglab yomon xushal bo'ldim. Shundaq tarixchi ufkimiz borligidan men juda ham faxrlanaman. Shunda bizning tarixlarni yezib, keyingi avlodlarga shunda hujjatlarni tashlab qo'ygan olimimizdan faxrlanaman. Nebijan ufkimiz yoshlaringizga yosh qo'shilsin, ilmingizga ilmda qo'shilsin. Mana faktlar bilan yozilgan kitoblarınız bundan ham ko'paysin. Uyg'ur kimligini dunyo bilsin.
Mana endiki tebrik sözünü biz Sergeli Tümen Uygur Medeniyet Merkezi'nin reisi Munajdan Sonur oğluğa berimiz. Merhamet. Assalamu alaikum. Xarijdagi aziz qarindoshlar, memonlar peş xatirjam kimsizlar. Nabijon Tursun inim, sizin tadat bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, oilaviy baxt tilaymiz. Men sizning kitoblaringizni o'qib chiqdim. Ikki tomini imtihon yaxshi yozgan, imtihon xursand bo'ldim. Ko'p topolmagan javoblarni, tarixiy javoblarni shuncha kitobni topdim. Men sizning ijodingizga muvaffaqiyat tilayman. Uyghur millati uchun cho'ng xizmatlar qildingiz. Alloh sizga ishqib quvvat bersin. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh ishqib yaxshi kunlar ko'rishga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum. Nabijon inim, kevaqam to'lgan kunimiz muborak bo'lsin. Bugun bizning Olmaotadagi ziyolilarimiz, yigitboshlari yig'ilib, sizga bag'langan shu o'zining sizga qarata sizni tabriklab, sizning 60 yoshlik to'yingizga, bahoringizga bag'lanish yig'ilib kelgan edi. Bugun ko'rdingiz, Xudoyim Abdug'ofur akamning she'rlarini o'qib berdi. Şoşlar bizden siz vatandaşlarının arasında bir yerde emmesiga nayete yakınsız, her birisi degidek sizge çın yürekten sağ-salamet dileydi. İşleriniz Allah'a basın, Kudayım amançılık basın. Öğütçüdür, hatırcamlık, baht, saadet, ballağı degidek. Niyetlerimizni, oylarımızı bilimiz, kilerçek dünya milletimizi dönüştürüş ve tarihini. Şunun için biz mi kolumuzdan kelgen yardımını kılaydı. Allah jıllar koşulsun, sizge köptün köp ömrünüz uzak olsun, sağ selamet baxt dileyimiz. Aman bulaydı. İnşallah sizden yeni bir yubiley toylarınızda vatanda dasturxonda o'tirishga Allah şükürler nasip kılayım. Rahmet. Assalamu alaikum. Ustazımız Nabijon Tursun efendim. Evvel özlerinin 60 yaşlık təvəllüdünü Çin yürükümdən təbrikləyəm. Mondaşqa aytqan vaqtda Nabijon Tursun degan bu isim men uchun ustozimning ismi, do'stimninki akasining ismi, men eng hurmatlaydigan bir ustozning ismi. Shundaqla kelgusida men izlayotgan muayyan bir sohadagi mesela Uyghur felsefe sahasındaki nihayet yaxshi bir model bilan ta'minlovchi meningki ma'naviy jihatdagi yo'lanchigim deb iymachim deb bilaman. 60 yosh bir erninki hayotidagi aql jihatda, fazilat jihatda, ma'naviyat jihatda yuksak bir kamal pallasi deb bilaman. Siz o'zingizning axloqingiz bilan, o'zingizning ilmiy tadqiqot natijalarınız bilan shunaqla hayotingizdagi nurg'un ish amallaringiz bilan biz uchun nihoyat katta bir ulug' tiklab berdingiz. Biz sizning bir shogirdingiz sifatida hayotimizni nurlantirishni, Uyg'ur uchun, Uyg'urning kelgusi milliy mustaqillik uchun amaliy bir ish qilishni sizden ma'lum jihatdan ulgu olamiz. Yana bir nuqtadan endi siz meningki eng yaqin do'stim Abdurahim Tursunninki akasi. Abdurahimjon mening nihoyat yaqin do'stim edi. Bizningki kechlab qilgan suhbatlarimiz bo'lgan. Uyg'ur felsefesi, Uyg'ur klassik adabiyoti bo'libmi Uyg'ur tarixi haqida bizning nurg'un o'rtaq qarashlarimiz bo'lgan. Oxirgi hisobda Abdurahimjon Tursun Qirg'izistonda falsafa fanlari doktorlik oldi. Men Yaponiyada Kyushu universitetida falsafa fanlari doktorlik oldim. Ya'ni 20 yil burungi Uyg'ur ziyolisi Uyg'ur pedagog universitetida qilishgan nurg'un suhbatlar 20 yildan keyin reallik aylandi. Bu jihatda men sizni abadiy o'zimning ustozim, shundaqla o'zimningki qalbimdagi eng yuksak qahramon deb bilaman.
Endi sizningki yazgan Uyg'ur umumiy tarixi nomli sizning gigant asringiz bizning Uyg'ur tarixshunosligi sohasidagi nihoyat yuksak bir cho'qqa. Bizning tariximizda albatta tarixiy Rashidi, Molla Musa Sayraminingki tarixiy Hamidi, tarixiy Amidiya va shundaqlar turgan masalan Uyg'urlar, Muhammad ibn Bug'raning Sharqiy Turkiston tarix qatorliq büyük eserleri qatorida sizning asringiz bizning Uyg'ur tariximizni sistemalik bir yuritgan asar bo'lib bilan biz uchun katta bir ulug'lik deb bali. Siz o'zingizning axloqingiz bilan, siz o'zingizning so'zingiz bilan, harakatingiz bilan, xarakteringiz bilan menga o'xshash minglagan Uyg'ur ziyolilarga ün-tünsiz ta'sir qildingiz. Sizning xizmat o'rningiz Erkin Osiyo ham bizning Uyg'urning ovozini anglatgan bir organ. Biz Yaponiyada ham Uyg'urning ovozini anglatyapmiz. Bu jihatdan bizning o'rtoqligimiz zo'r. Biz kelgusida hamon o'zimizning davlatimizning qurdiganligiga ishonamiz. Bu ishonish sizningki mana shu tarixshunos sohasidagi ajringiz bilan, angikingiz bilan, to'ppilaringizdan chambarchas bog'liq ekan. Agar biz bundan keyin Uyg'ur milliy harakatini texnik cho'nqurlashtiramiz, kengaytimiz, energiyamizni zo'raytimiz ekanmiz, jazman sizning shu asringizni nihoyat inchga tadqiq qilishga, shundaqla ommaga texnik kam darajada o'g'itishga ehtiyojimiz bor. Bir millatning ziyolisi bo'lib bilan men barliq Uyg'ur ziyolilarga va oddiy avam Uyg'ur fuqarolarga sizningki asringizni va sizning hayotingizni tavsiya qilaman. Sizga deydigan yurak so'zlarim nihoyat ko'p. Ammo bu 60 yoshlik hayotingiz bizningki mana shu vaqtimizda bir erlarninki eng yuksak bir ma'naviy kamolat pallasi. Evvel bu şu manevi kamolat pallangiz bilan tabriklayman. Mübarek olsun. Ailem nomidan sizning oilangizga eng oliy ehtirom. Assalomu alaykum, hurmatli Nebijan Tursun efendi. Sizni o'zim ishlayotgan ham sizga yaxshi tonish Qozog'iston Cumhuriyeti Fan va Oliy bilim ministrligi Süleymanov nomidagi Sharqshunoslik instituti tarkibidagi Uyg'urshunoslik markaziy kollektivi nomidan, shundoqla oilam va shaxsan o'z nomimdan bugungi 60 yoshlik tavalludingiz bilan qizg'in va samimiy tabriklayman. Sizga va oilangizga mustahkam salomatlik, uzoq umr, baxit, xotirjamlik, ishlaringizga cho'q utuqlar tilayman. Nebijan, Qozog'istondagi Uyg'urlar sizni dunyoga tanilgan tarixchi, jurnalist sifatida yaxshi taniydi. Sizning xalqimizning bo'libmi o'tmish tarixiga bag'ishlangan salmoqliq emgaklaringiz, xalqimizning bugungi nafas haqidagi maqolalaringiz ko'pchilikning diqqat nazarida bo'layotganligi yaxshi ma'lum. Bo'libmi sizning navbatdagi Uyg'ur umumiy tarix nomli zo'r hajmlik asaringizdan mushu yerdagi Qozog'istondagi butkul Uyg'urlar va ularning ichida ziyolilarmi bor, xizmatchilarmi bor, dehqonlarmi, cho'nglarmi, yoshlarmi bor, zo'r ta'sirat va ruhiy oziq oldi deb o'ylayman. Sizni yana bir qatim tabriklab, kelajakda shu oldingizga qo'ygan boshqa maqsadlaringizga, nishonlaringizga yetishingizga chin qalbimdan tilakdoshman. Hurmatli Nebijan, qimmatli Muhabbat xonim va boshqa do'stlar, bugungi bayramlik kechga taklif qilganingizlarga albatta ko'pdan ko'p rahmat. Men yana bir qatim to'ylar muborak bo'lsin demoqchiman. Hammamiz ko'rishguncha sog' salomat bo'laylik. Rahmat. Nebijan qarindashim, avvalambor men Allohga shukr keltiraman. Sizda qarindoshni bizga berganiga. Ikkinchidan, sizniki ota-onangizga shukr keltiraman. Chunki shu qarindoshlarimiz, otalarimiz, onalarimiz sizdek bir farzandni mana to'g'ri yo'lga solgan.
Üçüncüden men özünüzge şükür keltirme. Allah Taala egen öz degenke. Yaratish mendin, yarilish özüңdin dep. Özüңizни şundaq go'zal qilib yaratgan ekansiz. Allah'a cheksiz şükürler. Şunun üçün bugünkü günde men sizni, muşu sizniki bahar hamma narsa jon kirgan vaqtida, bahar vaqtida, baharning beshida to'lgan kuningizni muboraklayman. Şu 60 yıllık tavalludingizni chin yurakdan hamda sizni tonigan, hamda yangidan toniman deb turib muşu sizniki dunyoga yo'ritgan 13 tomlik kitobingiz orqali sizga tashna bo'lib ko'rishga arzu qilayotgan qarindoshlarimizni nomidan sizni biz muboraklaymiz. Sizniki muborak tanlaringizga salomatlik tilaymiz. Mashundaq ijodiy ishlaringizda, tavratgan qalamlaringizda qo'llaringiz hamusun hech qachon doim aramizda bo'lib, Alloh taolaga bergan yoshni mazmunliq yashang. Alloh taolaga siz uzoq umrlarni bersin. Uzoq sağlam ömürlen besun. Men şundaq düşünümen, biz Uygurlar şundaq düşünümüz. Sizdek maştaq 13 tomluk bir kitapni dünya keltügen. Bunda qerindişimiz bizninki Mahmud Qashqariyimiz. Bizninki Yusuf Xas Hacib atlarımızdan udul çıkan bir qerindişimiz dep. Men şundaq qabul qilman. Yani bir marta mübarek olsun. Sağ salamat amançılıkta, yaxşılıklarda birge yüzleşini Allah bizge nasip olsun. İlahi amin. Allah emanet. Nabijan, assalomu alaykum. Mana hadima İslam 60 yaşga kelib qolibsizlar. Muborak bo'lsin. Endi imkoniyat xohishba imkoniyat yo'q, shuni bilsizlar endi. Yo'q, berishning imkoniyati yo'q hozir. Ammo meningda bir taklif bor. Siz hozir Uyg'ur xalqining ko'zi ko'rgan tarixchilarning biri bo'lib yetishib chiqdingiz. Shu munosabat bilan sizga bo'lgan hurmatimiz, sizga bo'lgan qanaqdir bir alohida his tuyg'umiz nihoyatda qalbimizni urg'ib turibdi. Shuning uchun bir imkoniyatni tepib, sentyabrning 2-yarmi, oktyabrning 1-yarmilarida shu bir oy davomida bir kelishning ilojini qilsangiz, oilangiz bilan aqlli qizingizni ham olib kelib O'rta Osiyo respublikalarida bir aylantirib o'tib ketsangiz degan taklif. Agar bu taklif sizga ma'qul bo'lsa, xabar bersangiz, men sizni ko'rgan, sizni bilgan do'stlaringiz bilan Qozog'iston, Qirg'izistonlarga uchrashib, bu masalani bir muhokama qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni demoqchi o'g'lim, Olmaotadagi do'stlaringiz ham, Uyg'ur xalqi ham nihoyatda sizdan minnatdor. Kitoblaringizni o'qib, muhokama qilishyapti, uni men xabarim bor. Xuddi shunday Qirg'izistondagilar ham shu ahvolda. Shuni men aytmoqchi bo'lganman, men shu vaqtga kelsangiz, yana 60 yil qaydada bir chiroyli to'y qilib o'tkazarmiz degan o'ydaman. Bo'pti, xayr, omon bo'linglar, to'ylarni yaxshi o'tkazinglar. Sizlarga oilaviy baxt, saodat, tinchlik xotirjamlik. Qimmatli do'stlar, mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun do'stim Nabijon Tursunning 60 yoshga kirgan kuni. Nabijon Tursun degan vaqtimda mening ko'z oldimga Nabijon Tursunning 1981-yildan 85-yilgacha Markaziy Millatlar Universitetida o'qiyotgan vaqtida qo'lida ruscha kitoblar bilan har kun ruscha o'rganayotgan o ko'rinishi ko'z oldimga keldi. Nabijon Tursunning dangliq tunilgan tarixchi bo'lganligi shu vaqtida aniq edi. Nabijon Tursun bugungacha bo'lgan bu hayotida Uyg'ur tarix tadqiqotiga zo'r to'p qo'shgan muhim bir tarixchi. Men bo'libmi Nabijon Tursunningki shu yaqinda nashr qildigan Uyg'urlarning umumiy tarixi nomli kitobi Uyg'ur tarix tadqiqotidagi davr bo'lgich bir asar deb qarayman. Chunki bir Uyg'ur tarafidan tunji qatim yozilgan bir eser. Bunun yana bir muhim tarafi, bir Uygur tarafından Rusça, İngilizce, Uygurca menbelerge tayinip durup ilmi metotlar bilen, ilmi yosunda yazıp çıkılgan tunca eser dep qarayman. Şuna ben dostum Nabijon Tursunning bunundan keyinki hayatı da ailelerisi bilen birlikte baxtlik, salamet, yaşını chin ko'nglimdan tilayman. G'aflat uyqusida qolgan millatni uyg'otish uchun oldi bilan uning tarixini tishlash kerak. Shu vaqtida u millat o'zining kimligini biladi. Shuning uchunmi sizni xalqingiz Uyg'ur tarixiga ko'p emgak singirgan olim deb bağlaydi ve hürmet bilan tilga oladi. Hürmetlik Nabijon,
Sizning 60 yıllık toyunuz mübarek bolsun. Sizge uzak ömürler, bəxit, saadet, tinchlik, amallık, ijadi işlerinizga qutuqlar tilayman. Men uzun yıllar mingdaş sirdaş bo'lgan aka-uka bo'lib o'tgan biz uchun qadrlik bo'lgan marhum talantliq shoir Dolqin Yasinning 3 kuplet she'rini o'qib berishga ruxsat qilgaysizlar. Yoshligimda 40 yoshni ko'p ko'rib, qopdi mengo 60 yoshga men to'lib. O'tgan bo'lsa o'tgandir ko'p xatolik, yaşamadım xalqim sana selinib. Kerilmedim maqtab kökü köterse, yıkılmadım her taraftan taş atsa. On kolumdan düşermedim vicdanni, sol kolumni carahatlab kanatsa. Yeligice izdeymen şu dostluğunu, xalqim sana çin dostlarını tileymen. Uygur okşaş, dostun kança aldınıp bevapalık körgen elni bilmeymen. Tarix fənləri doktori, Ali Muharrir və biz bilan zamandaş edib və Uyğur xalqının fəxrlik oğlanı tarixçimiz hörmətlik Nəbican Tursun əpəndimnin və dostumның şundaqla 60 yıllık toğulğan günü və icadi emgeklerge bağışlanğan bu mərikəyə qatnaşanmağanlığım üçün özümni tolumu əfsuslanarlıq his qıldım. Əlbəttə bu əhəmiyyətli gündə dostumuz və zamanımızdakı ən yirik Uyğur alimlərinin birisi bolğan Nəbicanның yenədə boluş, onu təbrikləş tolumu əhəmiyyətli bolatdı. Nəbican bilan mən 1998-ci yılı mən Türkiyədən Amerikaya kelgəndə Washingtonda bir mezgil birli tuğan bolduq bir şəhərdə və şundan beri nayiti hürmet asasıdaki dostluğumuz və uçur alaqımız davam qıp geldi. Doktor Nəbican Tursun'un yakınki zamanda Uyğur tarixini yorutuş və Uyğur tarixini bir bütün və yürüşləşkən bir qamus haldığa ekilib 10 neçə tomluq müşündaq yürüşləşkən və mükemmel Uyğur tarixini bərpa qilish üçün sındırgan əcrini milletimiz unutub qalmaydı. Şundaqla Uyğur tarixidəki bir boşluqni toldağan boldu. Əlbəttə xalqımız nəyiti iğir tragediyalik və içinişlik bir tarixini ötküzüyotudu. Müşündaq bir şəraitdə Uyğur xalqının milli kimligini saqlab qilish, əlbəttə tarix və Uyğurlarning o'tmishi bilan bo'lgan o'sha tarix bilimlarini keyingi avlodlarga o'tkazib berish bilan bo'ladi. Shu sababdan Nəbican Tursun dostumuzning bu qimmatli ijodiy hayotining Uyğur xalqining bundan keyingi taraqqiyotida favqulodda rol o'ynaydiganligini bilaman. Chet ellardagi Uyg'urlar dal mushundaq vatanda besilish va nashr qilish imkoni bo'lmagan, lekin o'zimizning o'tmishini paketlar bilan yo'ritib bergan mushundaq qimmatli yirik asarlar bilan keyingi avlodlarimizni tarbiyalaymiz. Ularga vatanimiz va kimligimiz haqidagi g'olluq va pokitlik ma'lumotlarni bularga sog' salomat o'tkazib beramiz. Bular keyingi avlodlarga o'tkazib beradi. Mushu munosabat bilan Nəbican Tursun dostumuzning Uyg'urlarning o'tmish tarixini yolg'iz yo'ritishlam emas, keyingi avlodlarimizning bu Uyg'ur tarixi bo'yicha mushu Xitoylarning aralashishi bo'lmagan holda Uyg'ur ziyolilari yozgan haqiqiy Uyg'ur tarixining keyingi avlodlar tarafidan o'qitilib va mushu ong bo'yicha yetishida qo'shgan to'hfasini favqulodda baholashimiz kerak. Buni ayta qimmatli. Shuning uchun hurmatli olimimiz doktor Nəbican Tursunni yana bir qatim tabriklayman. İcadi emgiga texmi ko'p muvaffaqiyat tilayman. Oilasiga salomatlik va tinch amonlik tilayman. Mushu qimmatli marakaga qatnashgan, o'rinlashtirgan barliq Amerikadagi do'stlarga eng oliy ehtirom va ko'ngil sevgimni yo'llayman. Kurashkichi Allohga emanet.
Assalomu alaykum qarindoshlar. Endi bugun biz uchun bir cho'ng tarixiy ahamiyati cho'ng muhimlarni biri o'tyapti. U bo'lsa bizning ko'rnaklik olimimiz Nabijon Tursunning 60 yillik tavalludi. Shu marosimga bag'ishlab Qozog'iston etnik madaniyat markazining bir to'p ko'rnaklik arboblari mashaka o'tirdi. Ularni tanishtirib o'tishga ruxsat qilinglar. Endi mayda birinchi Uyg'ur xalqining ichida ko'rnaklik olim o'zining amgaklari bilan ko'ringan filolog fanlarning nomizdi dotsent Ruslan Arziyev o'tirdi. Mayda o'zining amgaklari bilan talay kitoblarni chiqarib, xalqning ichida cho'ng ishlarni qilayotgan ko'rnaklik arboblarning biri Turk xalqlar dunyosining mudiri, fondining mudiri Karlin Mahbirov. Anandan keyin mayda o'zinglar bilsizlar, o'zining talay kitoblar chiqarishda, nashr qilishda ko'p amgaklarini singdirayotgan asrisi Uyg'ur tilida chiqadigan kitoblarga Mir nashriyatining mudiri Alisher Xalilov qatnashib o'tirdi. Endi o'zimning bir qadar tanishtirib o'tib ketay. O'zim Qozog'iston Uyg'ur etnik madaniyat markazining olimlar kengashining raisi, biologiya fanlarining doktori, professor, akademik Masimjon Velamov bo'lma. Endi bir qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan niyatimiz, birinchidan Nabijon Tursun mushu tavalludingiz bilan qizg'in tabriklaymiz. Qozog'iston etnik madaniyat markazi olimlar butkul mushu O'rta Osiyo ko'rnaklik, biz Qozoq, O'zbekiston, Qirg'iziston arboblar bilan birga ishlaymiz, Uyg'ur arboblar bilan. Shular orqali sizga o'zimizning issiq salomini yetkazishga ruxsat qiling. Ikkinchidan, siz degan ko'rnaklik Uyg'ur tarixchisi, Uyg'ur xalqining tarixchisi, amgaklaringiz butkul Uyg'ur xalqining mushu oxirgi vaqtda eng ahamiyatli Uyg'ur tarixi, Uyg'ur xalqining tarix to'g'riliq chiqqan amgaklarining siz aytganda egisi. Mana hammasiga ma'lum 7-chi, 8-chi, 9-chi Kiril tilida Uyg'ur umumiy tarixlari mushu Mir nashrida chiqdi. Uning 7-chi, 9-chi tomlarida bulto Uyg'ur etnik madaniyat markazining olimlar kengashi va Mir nashriyatining qatnashida butkul dunyo yuzi bo'yicha uchishda biz prezentatsiya qildik. Endi bir qadar aytmoqchi bo'lganimiz, alda mashtaq cho'ng ishlar bilan ko'rinib, amgingiz yuqurdan bo'laversin. Mushu jarayonda unudimi cho'ng ishlarni qilishga nasib qilsin. Bir yetarliq sizga mush 60 yillik tavalludingizga bog'liq aylavi baxit qilib, yaxshilar bo'lib, ijodiy utuqlar, berekatlar bo'laversin. Alda yana bir qadarlik mashhad o'tag'anlar hammasiga Qozog'iston olimlaridan, Qozog'iston arboblardan, Uyg'ur etnik madaniyat markazining butkul aktivlaridan cho'ng salom, birlikda cho'ng ishlarni qilishga nasib qilsin, yaxshiliklarda ko'rishga buyursin. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Assalomu alaykum Nabijon. Tavalluding muborak bo'lsin. Buni sening bu yoqda chiqayotgan kitoblaringni biz ayta qiziqlik bilan qarab o'qiyapmiz. Haqiqatan buniki ayta bir jafoliq emgakkaligi ko'zimiz yetadi. Kitoblarga qaraganda bu har bir jumlaning o'zida bir tarixiy fakt bakalligini ko'ryapmiz. Sen bu shuncha ko'p materiallarni yig'ib, ham bularni tahlil qilib, shuna bir cho'ng emgakning ho'sidan chiqyapsa, bundan boshqa sening yana o'zingning asosiy ishing bor, u ishing bor. Uyg'urlarniki hayot bilan bevosita munosabatlik, bizniki millat sifatidagi milliy davomimizningki yo'lini belgilaydigan, uning saviyasini belgilaydigan muhim bir o'rinda ishlayotsa, bu yerda seninki xalqimizga ko'rsatayotgan emgaklaring beqiymat ko'p. Biz uni hammasini qadrdin bilamiz, hurmatlaymiz. Ustiga mushu 60 yoshga kelgacha sen boshda bir cho'ng emgak yezib, ilmda bir jasorat ko'rsatding deb o'ylaymiz. Chiqib sening ilmiy ishlaringga texnik cho'ng natijalarni tilaymiz. Aileng xotirjamlik, teningga salomatlik tilaymiz. Hammamiz omon bo'laylik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli Nabijon Tursun. Endi men kichkina umr bayon bilan o'rgandim. Shu Nabijon Tursun o'zi Nabijon Tursun bo'lib kelmagan o'xshaydi. Sizning dadingiz Tursun Barat o'z vaqtida shu Uchturpanda 7 qahramon qiz to'g'risida bir kitobni yozib chiqargan edi. Shu kitobni elektron variantini men ko'rgan. Shu uchun boshqa millatlarmi elqi qarsa bu xalqda, Uyg'ur xalqida 7 qahramon qiz shuncha ishlarni qilganka, shundoq jasurlik etganga, ularning o'g'illari qandaqka degan savol tug'dirdi. Demak, mushning asosida dadingizning tarbiyasi bilan sizmi ashning izini besib, cho'ng olimlarning qatoriga kirdingiz. O'za men bir yil Rossiyada bo'ldim. Rossiya Federatsiyada Fanlar akademiyada yo'liqdim. U yoqda sizni taniydigan Rossiyadagi olimlar nəhayət yaxşı inkaslarını bildirdi. Bu yoqda Larisa Mixaylovna, Andrey Vladimirovich deganlar nəhayət yaxşı inkaslarını qildi. O'zim Uyg'ur bo'g'inimga ashaqda faxrlandim. Mush kamgacha sizni aslaydi-ki, sizni taniydi-ki,
Tariximizdə öz vaxtında Aman İsa xan, Abdurəşid xanның dövründə 12 muqamını rəddləb, təyirləb dünyaya keltirgan. Muş kəngiçə bu qədər bizning xalqimiz əşnə bilan fəxrlənir. 21-ci əsrdə dəb kelgəndə mana xuddi Aman İsa xan oxşaş 12 tomni vücudga keltirgan siz bo'lsizga. Eğer Uygur'un uyida muşu kitapla buluş gerek, Kur'an-ı Kerim'nin peşinde turuş gerek, öğünüşümüz gerek, yaşlarımızga muştaq kitaplarını yetkizishimiz gerek. O birla Türk, İngiliz, Rus tilga emas, nurg'ulg'an ko'pligan tillarga ag'dirish kerak bu kitapni. Men o'ylaymanki 70 yoshgacha yana mushu kitaplarning davom bo'ldi deb umid qilamiz. 60 yillik tavalludunuz mübarek bo'lsin. Yeshingizga yosh qo'shilsin. Sizga uzoq umr, oilaviy baxt, ijodiy qutuqlarni tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlarım. Assalomu alaykum, hurmatli Nabijon ustoz. Sizni cho'ng ko'ngildan 60 yoshlik tavalludingiz bilan tabriklayman. Alloh taolo sizga tan salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat ato qilsin. Sizga tavalludingizga taqab biz mana bir hadiya qildik. Sizning 9-tom kitobi Tünügün nashriyatdan tipografiyadan chiqdi. Mana 9-tomi. Onun oldida o'zingizlar 7-8 tom chiqqan. Hozir uzoq vaqt so'zmay, Xudoyim bilsa rus tarjimasi chiqadi. 7-tomning yana bir qatim chin ko'ngildan tabriklayman. Hammanglarga Alloh rozi bo'lsin. Sizga xushquvvat, tan salomatlik, baxt, saodat tilayman. Rahmat. G'aflat uyqusida qolgan millatni uyg'otish uchun oldi bilan uning tarixini tiklash kerak. Shu vaqtida u millat o'zining kimligini biladi. Shuning uchun sizni xalqingiz Uyg'ur tarixiga ko'p emgak singirgan olim deb bağlaydı ve hürmet bilan tilga oladi. Hürmetlik Nebijan, sizning 60 yillik to'yingiz mübarek bo'lsin. Sizga uzoq ömürler, baxt, saodat, tinchlik, omonlik, ijodiy ishlaringizga qutuqlar tilayman. Men uzun yillar mingdosh sirdosh bo'lgan aka-uka bo'lib o'tgan, biz uchun qadrlik bo'lgan marhum talantliq shoir Dolqin Yasinning 3 kuplet she'rini o'qib berishga ruxsat qilgaysizlar. Yoshligimda 40 yoshni ko'p ko'rib, qopdi mengo 60 yoshga men to'lib. O'tgan bo'lsa o'tgandir ko'p xatolik, yaşamadım xalqim sana selinip. Kerilmedim maqtab kökü köterse, yıkılmadım her taraftan taşatsa. On kolumdan düşermedim vicdanni, sol kolumni carahatlap kanatsa. Yeligice izdeymen şu dostluğunu, xalqim sana çin dostlarını tileymen. Uygur okşaş, dostun kança aldınıp bevapalık körgen elini bilmeymen. Assalamu aleyküm. Nabijon ukam, biz Rossiya Uyg'ur jamiyatining nomidan sizni 60 yilligingiz bilan tabriklaymiz. Yubileyingiz bilan. Siz Moskvada 7 yil institut vostokovediyasida o'qib, doktorlikni yoqlab qilgan vaqtlaringizda biz siz bilan nihoyat yaxshi utuqluq bir vaqtlarni o'tkazgan. Shu vaqtlarda bizdagi jamiyatimiz hamda yangi qurilgan vaqtlardi. Hamda hozir bizdagi bu qilgan ishlarimiz bizga nihoyat foydali bo'lyapti. Yana bir qator sizni 60 yilligingiz bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling. Uydagilar hammasi baxtlik, xo'shal xuram yaşanglar. Rahmat. Men Nabijon akamniki 60 yoshga kelayotganligini anglab bir xil hayron qoldim. Endi birisi o'zi yosh turibdi. Ammo yana birisi Nabijon akam azaldan hammaga shundoq kichik bel, shundoq tang barobar, shundoq kamtar muomala qildi. Hargiz o'zini cho'ng tutmaydi. Ammo Nabijon akamningki yozgan asarlari, uningki ish faoliyatlari, uningki ijodiyatni bir o'ylasam, men ba'zida 60 yil yetmaydigandek his qilaman bunda ko'p ishlar qilishga, bunda ko'p narsa yozishga. Hayron qolaman, hammamiz bir xil noit qoyilamdi Nabijon akamning bu tarafiga. Endi o'zim tarix bilan shug'ullanaman, lekin shu qadar yaxshi ham ko'p
ham har xil temalarda yozilgan asarlar yozish hamda men uchun faqat bir orzu. Ham Nabijon akamdan ko'proq o'rganishni orzu qilaman hamda bundaq unumchanlik bilan ishlashni. Hamda bu qisqa bir videoda Nabijon akamniki butun yozgan asarlarini undaq to'liq etib bo'lmaydi, lekin natijani yoqi hammamiz diqqat qilayotgan hem yangi tomlarınınki chiqishini hammamiz davomli to'rt ko'z bilan kutayotgan Uyg'ur umumiy tarixini hamda atlab o'tkazib bo'lmaydi hamda deyish kerak. Bu nima deymiz, qaltis bir asar. Hem mundaq bir ahamiyatli hem cho'ng hem doirasida keng bir asar yozishning o'disidan chiqoladigan tarixchi bak oz. Ammo bu ishning o'disidan chiqoladigan oz sondagi tarixchilarning birisi hamda Nabijon Tursun. Nabijon akamniki bu asarni yozganiga ham davomli yozayotganligiga hammamiz minnatdor. Hammamiz jiq narsa o'rganyapmiz bu undan, ham davomli o'rganamiz bundan keyin. Nabijon akam ham nurg'un yangi temalarni ochdi. U ham boshqalarmi allaqachon xili izlangan temalar haqida yangi bir narsalarni yoritgan. Yangi faktlar, yangi manbalar, yangi bir analizlarni tilga ilishga tegishli gaplar, narsalar jiq. Hamini deb bo'lmaydi. Ammo umumiy jihatni aytganda hamda shu Nabijon akamga bo'lgan rahmatimni yana bir aytqim keldi. Asli bu faoliyatga justirani bora olgan bo'lsam, xo'sh bo'lardim, xursand bo'lardim. Afsus, sal jiroqda qoldim, shu an bora olmay qoldim. Lekin videolik bo'lsa-mu, shuna bir so'z qilg'im bordi. Vaqtimlarni hamda ortiq olmay, lekin Nabijon aka muborak bo'lsin. Sizning butun faoliyatlaringizga rahmat, hammamiz rahmat etamiz. Bu alayda bir kun bizga nisbatan shu hammamiz tabriklaymiz. Rahmat. Shu ko'pchilikka rahmat, hammanglarga kelganinglarga rahmat. Hammamiz salomat bo'laylik, omon bo'laylik. Hammamiz 60 yoshlarimizni, 70 yoshlarimizni, 80 yoshlarimizni kutib olaylik. Chunki qadamlar bilan bir-biridan ergishib odamlar 60 yoshga kirdi. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Ilmi Xudoga ming shukr. Bizlar mushada sog'-salomat Xudoning iltifoti bilan shunday bir baxtiyor davlatda tinch bir 60 yoshlar kiribdi. Bizning do'stlarimiz, sabdoshlarimiz birga choy ichgan, mana shunday so'rinlarni birga o'tgan, kulgan, tang yozgan do'stlarimiz Abduqodir Jaloliddinlar, Yalqin Ro'zilar va boshqa nurg'unlagan sabdoshlarimiz hozir jalab turmida 60 yoshlarga kutyapti. Ular o'ylaganimizda Allohga ming shukr, biz cho'qim ular qilinmaganini biz qilishimiz kerak. Mening va emas o'tgan